This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum, hürmetli radio anlıqçılar. Anlayatqanыңlar Amerika paytaxtı Washingtondan tarqıtıb atqan Erkin Asya Radyosu'nun 10. oktyabr Peyşembe günüdeki Uyghurcha anlatışı. Bugünkü 1 saatlik Uyghurcha anlatışının program riyasatçılık için Şadiye sizler için hizmette. Hürmetli radio anlıqçılar. Programımızı bugün tövendikidek uğurlaştırdık. Aldı bilen diqqətinizə bugünkü dünya vəziyyətinə dair siyasi, ictimai məlumatlar, şundaqla yana Uyğurlar münasibətlik iqlim məsələləri və qızıq nöqtələr haqqındakı qısqa xəbərlərni sunumuz. Vaqa və Mulay səhifəsində öz müxbirlərimiz, şundaqla ixtiyar müxbirlərimizin tayyorlashidagi təfsili xəbər və xəbər to'g'risida yurgizgan muloyiza analizlarini anglatamiz. Qenamsa aldı bilan öz müxbirimiz Uyg'urning tayyorlashidagi qisqa xəbərlərni diqqətinizə sunumuz. Qadirli radio anlıqçılar, ondaqda bugünkü radio programımızı yaxtırıb anlağaysızlar. Washington Pochtasi gazetining xabariga asoslanganda Xitoy ijtimoiy aloqa supsi X'da Amerikadagi siyosiyonlar va yahudlarga qarshi so'zso'chak tarqitib, Amerikadagi saylovni zarba berish nishoni qilayotganligini ilgari surgan. Washington Pochtasining tahlili va Amerikaning yuqori darajadagi amaldorlarining aytishicha, Xitoy ijtimoiy aloqa to'ri X'da saxta hisobot ishlatib, siyosiyonlar haqida bo'lginchilik soldigan va ba'zida yahudlarga qarshi turadigan so'zso'chak va suiqasd nazariyasini tarqitib, Amerikadagi saylovni zarba berish nishoni qilgan. Analistlar buni Xitoyning saylovdan bir oy burun jiddiylikni kuchaytirish harakatining bir qismi deb qaragan. Mutaxassislarning qarashicha, Xitoyning yaqinqi faoliyatlari Amerikadagi siyosatga aktiv ta'sir ko'rsatishni maqsad qilgan bo'lib, Xitoyning bu xil strategiyasida o'zgarish bo'lgan. Mutaxassislarning bildirishicha, Xitoy Kompartiyasi o'zi to'g'risida ijobiy hikoyalarni tashviq qilishga ahamiyat bergandan boshqa, uning tashviqot faoliyatlari Amerikaning yerlik va mamlakatlik saylovlariga ahamiyat berib, Amerikadagi siyosiy masalalar, ya'ni atalmish saqchilarning zo'ravonligi, qartanliklar masalasi va ko'chmanlar masalasi qatorliq qiziq nuqtalar ustida saxta uchur va so'zso'chak tarqitish bo'lgan. Ular Amerikaning 2024-yillik prezident saylovini nishon qilgan. Amerika ana vatan xavfsizlik ministrligi 3 oktyabr kuni yillik bexatarlik bag'lash doklati e'lon qilib, Xitoy, Rossiya va Eronning bu yil 5-noyabr kuni o'tkazilgan Amerika prezident sayloviga ta'sir ko'rsatish xavfining kuchayotganligini ogohlantirgan edi. Yevropa Parlamentining to'rida e'lon qilingan xabarga asoslanganda, Yevropa Parlamenti 9 oktyabr Strasburgda o'tkazilgan yig'inda tarixiy ahamiyatga ega qaror ma'qullab, Xitoy Xalq Jumhuriyatini Ilhom To'xti va Gulshan Abbosni, shundaqla Xinjiangda xohlagancha qo'lga ilinganlarni darhol va shartsiz qo'yib berishga chaqirgan. Doktor Gulshan Abbos 2018-yilning oxirlarida tutqun qilingan bo'lib, Xitoy doiralari uni terrorlik bilan ayıplab 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. 2014-yili 9-oyning 23-kuni Urumchi O'rta sud mahkamasi Markaziy Millatlar Universitetining sobiq dotsenti Ilhom To'xtini davlatni parchalash jinoyati bilan ayıplab muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Yevropa Parlamenti Ilhom To'xtining tinchlik faoliyatlarini ko'zda tutib, Yevropa Ittifoqining eng oliy kishilik huquq mukofoti bo'lgan Sakharov mukofotini 2019-yili Xitoy turmusidagi Ilhom To'xtiga bergan edi.
Yuqorida tilga ilingan qararda Xitoy Xalq Cumhuriyetining Uyg'ur elidagi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoyatlar, jumladan hukumatning kamsitish qilmishlari va boshqa kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi so'z qila oladigan qo'rqimsiz kishilarni jimiqtirish yo'lidagi urinishlari alohida o'rin olgan. Shuning bilan bir vaqtda 2017-yili 4-oydan boshlab 1 milliondan ortiq begunoh Uyg'urning jazo lagerlarida xohlagancha tutib turilganligi, Uyg'urlarning bu lagerlarda o'zlarining milliy kimligi va diniy e'tiqodidan voz kechishga, shundaqla Xitoy Kompartiyasiga sodiq bo'lishga majbur qilinganligi ta'kidlangan. Qarorda yana Xitoy doiralarini sistemalik bostirishni to'xtatishga va barliq jazo lagerlarini taqashga, Yevropa kengashini Uyg'ur eli va Xitoyning boshqa joylaridagi kishilik huquq dafsandichiligiga chetishliq barliq amaldorlarga davomli jazo yurgizishga chaqirgan. Washingtondagi Uyg'ur harakati tashkiloti bugun bayonot e'lon qilib, Yevropa parlamentining naq turmaga tashlangan Uyg'urlarga, bo'libmi professor Ilan To'xti va doktor Gulshan Abbosga oid tarixiy qarorning ma'qullanishini qizg'in qarshi olganligini bildirgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining yangi dokladida ko'rsatilishicha, Xitoy doiralari davlat halqagan parokandachilik va tahdid vositalarini qo'llanib, Yaponiyada yashaydigan Xitoylar, shuningdek Uyg'ur, Tibet va Mo'g'ullarni Xitoy qarshi faoliyatlarga qatnashishdan to'smoqchi bo'lgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy, Uyg'ur, Tibet va Mo'g'ullardan 25 kishini ziyorat qilgan. Dokladda deyilishicha, Xitoy soqchilari ba'zi ularning Xitoydagi tuqqanlari orqali Xitoy Kompartiyasini tanqid qilgan faoliyatlarga yoki Xitoy qarshi namoyish qatnashmaslik to'g'risida ogohlantirgan. Dokladda mundaq deyilgan: ba'zi Uyg'urlar Xitoy doiralarining urug' tuqqanlarini vosita qilish orqali o'zlari bilan aloqalashishni, soqchilarning ularga Yaponiya tavasida Xitoy hukumatiga qarshi faoliyatlarga qatnashmaslik yoki Yaponiyadagi Uyg'ur jamiyatlariga doir uchurlarni hambarlashni talab qilganligini aytdi. Mutaxassislarning deyishicha, gerçi Xitoy doiralari Yaponiyadagi Uyg'ur, Tibet, Xitoy yoki Mo'g'ul faoliyatchilarini qo'rqitish uchun jismoniy zo'ravonlik qo'llanmagan bo'lsa-mu, ammo ularning chet eldagi faoliyatlarining davom qilishiga muayyan darajada ta'sir ko'rsatdi ekan. Bu dokladning Xitoyning Uyg'ur elidagi yerlik bexatarlik organlari chet elda yashaydigan Uyg'urlarga ularning yurtidagi oila a'zolarini go'rga elish, lagerlarga sulash yoki qamoq jazosi hukm qilish qatorliq vositalarni qo'llanib, tahdid silish bilan ayblanayotgan bir vaqtda e'lon qilinishi alohida diqqat qo'zg'adi. Shuningdek, Xitoyning chegara halqagan bostirish va zulmlarining yana bir isboti sifatida qizg'in olqishlandi. Tayvan prezidenti William Lai bu yilning 5-ida vazifaga o'ltirgandan buyanqi Tayvan xalqiga so'zlagan eng cho'ng ommaviy nutqida Tayvanning o'zini o'zi idora qilishdek o'rnini qo'g'daydiganligi to'g'risida va'da bergan. BBC 10-oktyabrdagi xabariga asoslanganda William Lai Xitoyning Tayvan to'g'risidagi tashabbusini tilga ilib, qo'shib olishga va Tayvanning egilik huquqiga daxl ta'riz qilishga qarshi turish haqidagi va'damga qat'iy amal qilaman degan. Shuning bilan bir vaqtda u Tayvan bo'g'izining tinchligi va muqimligini saqlashga va'da bergan hamda Xitoy bilan klimat o'zgarishi, yuqumli kasalliklarga qarshi turish va rayon bexatarligini qo'g'dash qatorliq masalalarda hamkorlashadiganligini aytgan. Kommunistik Xitoy davlat qurilganligining 75 yilligini tabriklab, 9 kundan keyin William Lai Taybeyda ommaga so'z qilib, Tayvanning davlat bayramini tabriklagan. U mundaq degan: Xitoy Cumhuriyeti bilan Xitoy Xalq Cumhuriyeti bir-birini boshqarmaydi. Bu zaminda demokratiya va erkinlik jo'sh urib rivojlanyapti. Xitoy Xalq Cumhuriyetining Tayvanga vakillik qilish huquqi yo'q. Davlatlik Tayvan universitetining siyosatshunosi Lev Nashman William Laining bu nutqini uning yaqinqi nutqlariga qaraganda texmi yumshoq deb qaraydi. U bu haqda mundaq degan: William Laining bu qitimqi so'zlari uning yaqinqi nutqlariga qaraganda texmi yumshoq bo'lsa-mu, Xitoy hukumatı yanala uningdan bani sabablar topadi. Şoňa kelgüsi bir neçe günde Xitayning bunun qarta harbiy manevr şeklde texmi güçlük inkas qaytırış ihtimali bar. Xitay Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi William Laining so'ziga javoban bu so'zlar Lai Chingdening Tayvan mustaqilligi masalasidagi joyil maydonini oshkorildi degan.
Shuningdek, uning so'zlarini siyosiy manfaat uchun Tayvan bo'g'izidagi jiddiylikni kuchaytirdi deb tanqid qilgan. Amerika va Yaponiyaning mudofaa boshliqlari Xitoyga yaqin G'arbiy Tinch okeandagi strategik orollar zanjirida harbiy mavjudlikni kengaytirish irodasini qayta ta'kidlagan. Amerikaning haftalik xabarlar to'g'ridagi xabarga asoslanganda, Amerika davlat mudofaa ministri Lloyd Austin seshanba kuni Yaponiyaning yangidan tayinlangan davlat mudofaa vaziri Gin Nakata bilan tunji qatim telefon suhbati o'tkazgan. Ular Amerika Yaponiya ittifoqining qo'mondonlik va kontrol qilishni zamonaviylashtirish, Sharq Xitoy dengizi bilan Filippin dengizi o'rtasida turadigan Yaponiyaning g'arbiy janub orolida ikki taraflik harbiy mavjudlikni kengaytirish irodasini qayta ta'kidlagan. Bu orollar, ya'ni Ryukyu taqim orollari, Yaponiyadan Tayvan va Filippinga tutishilgan orollar zanjiri deb ataladigan bo'lib, u muhim mudofaa sistemasi bo'lib kelmoqda. Amerika armiyasi 1960-yildagi Amerika-Yaponiya o'zaro hamkorlik va bexatarlik shartnomasiga asosan Yaponiyaga 54 ming harbiy xodim o'rlashtirgan. G'arbiy janub taqim orollarining 3dan 2 qismini o'z ichiga olgan Yaponiyaning Okinawa viloyati Yaponiyadagi Amerika armiyasining yarmidan ko'proq sahibxonlik qildi ekan. Yaponiyaning g'arbiy janub viloyatida yana Amerikaning Kadena havo armiyasi joylashgan. Anlayotganını Uyghur tilidagi erkin axborot munbiri, Erkin Asiya radiosi. Hürmetli radio anlıqçılar, diqqətinizdə Amerika paytaxtı Washingtondan tarqıtıb atqan Erkin Asiya radiosunun 1 saatlik Uyğurcha anlatışı. Mən bugünkü program riyasətçisi Şadiye. Tövəndə vaqa və mülayim səhifəsi boyunca anlatışımızı başlayırıq. Mazkur sahifamizda o'z muxbirlarimiz va dunyoning har qaysi joylarida turishliq ixtiyoriy muxbirlarimiz navbatdagi Uyg'urlar vaziyati, shundaqla dunyo axborot vositalarida Uyg'urlarga oid masalalar tema qilingan muhim xabar va uchurlar to'g'risida yangi ma'lumotlardan sizlarni xabardor qiladi. Hürmetli radio anlıqçılar, ondaqda diqqətinizlər növbətdəki proqram məzmununda bolğay. Avropa Parlamenti 10 oktyabr kuni Xitoy hukumatı naq turmaga tashlagan Uyg'urlar haqida abidi xarakterlik qaror e'lon qildi. Mutlaq ko'p sondagi ovozning qo'llashi bilan e'lon qilingan bu qarorda turmada tutib turilayotgan Uyg'ur ziyolilaridan Ilhom To'xti va Gulshan Abboslarning ismi alayda tilga ilingan. Tuanda bu vaqtdagi tafsiliy xabarni o'z muxbirimiz Irodadan anglaysizlar. 10 oktyabr kuni Yevropa parlamenti mutlaq ustun ovoz bilan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan muomalasini ayblaydigan qarornoma e'lon qildi. Yevropa parlamenti qarornomasida Xitoy hukumatini turmada tutib turilayotgan Ilhom To'xti va Gulshan Abbosni darhol va shartsiz qo'yib berishga, Uyg'ur elidagi jazo lagerlarini taqab, xohlagancha tutqun qilingan barliq tutqunlarni ozod qilishga, ularning oqibati haqida ma'lumot berishga va oilasidagilar bilan bo'lgan normal aloqasini asliga keltirishga chaqirdi. Yevropa parlamentida ma'qullangan bu abida xarakterli qarornomada Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan siyosatlari insoniyatga qarshi jinoyat deb atalgan bo'lib, bu jinoyatlarning ig'ir irqiy qirg'inchilik xavfi tashkil qiladiganligi o'tirg'a qo'yilgan. Uningda mundaq deyilgan: Yevropa parlamenti Xitoy doiralarini Uyg'urlarga qaratayotgan keng ko'lamli nazorat qilish, majburiy emgakka silish, tug'mas qilish, tug'i cheklash va Uyg'ur kimligini yo'qotish qatorliq qabih siyosatlar bilan Uyg'urlarni bostirishni va taqiqlashni to'xtatishni talab qiladi. Bu siyosatlar insoniyatga qarshi jinoyat bo'lib, ig'ir irqiy qirg'inchilik xavfi tashkil qiladi. Keskin iboralar ishlatilgan qarornomada yana Xitoy hukumatining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissarligi ishxonasining Uyg'urlar haqidagi dokladida o'tirg'a qo'yilgan tavsiyalarga amal qilmaganligi ayblangan bo'lib, Xitoy hukumatining rayonda mustaqil tashrish berishga yo'l qo'yishi lozimligi ko'rsatilgan.
Yevropa parlamenti 10 oktyabr kunidagi yig'inida dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq masalalari ustida 3 qarornoma e'lon qilgan bo'lib, uning birining Uyg'urlar masalasi bo'lishi kuchli diqqat qo'zg'adi hamda olqishga erishdi. Uyg'ur harakat tashkilotining direktori Ro'shan Abbas xonim bu munosabat bilan radiomizga so'z qilib, Yevropa parlamentining qarornomasining Uyg'urlar masalasini kun tartibida tutib turishda muhim rol o'ynaydiganligini bildirdi. Yevropa parlamentininki İlham To'xti va Hadam Gulshan Abbasni misol qilib turib, Uyg'urlar to'g'riliq olgan bu qarori Yevropada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasining yana bir qatim kun tartibga kelishiga turtki bo'ldi deb qarayman. Hammamiz ko'rib turayotganimizdek, garchi Amerikada Xitoyga qarshi jazo tadbirlari davomli yo'lga qo'yilib kelayotgan bo'lsa-mu, yaqinqi mezgillardan buyon Yevropada Uyg'urlar masalasiga qarta diqqat biroz susishib qolgandi. Albatta bu yerda Ukraina bilan Rossiya urushi yoki O'rta Sharqdagi to'qinishlarning ta'siri zo'r bo'ldi. Ammo mushundaq bir vaziyatda irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan Uyg'urlar masalasininki dunyoning samiga qayta silinishi nayta muhim bir ahamiyatga ega. Dünya Uyghur Qurultayı X e'lon qilgan bayonotida Yevropa parlamentining qarorini qarshi olgan. Ular Yevropa parlament a'zolarining Uyg'urlarning kishilik huquqiga ko'ngil bo'lganligiga rahmat etib, buning Uyg'ur xalqi uchun olib berilayotgan adolat va izzat hurmat ko'rishida intayin muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlagan. Turmadagi Uyg'ur ziyolisi İlham To'xtining qizi Amerikadagi Emgakchilar huquqi tashkiloti tadqiqotchisi Javhar Ilham mazkur qarornomani nayt zo'r bir qadam deb ko'rsatgan. U radiomizga ilxat orqali avatgan so'zida Uyg'ur masalasining bu yangi navbatlik parlamentda nayt muhim o'ringa qo'yildiganligidan derak berdiganligini aytgan. U yozma inkosida mundaq degan: Mencha bu qarorning e'lon qilinishi nihoyatda zo'r qadam bo'lib hisoblanadi. Bu yangi navbatlik parlamentda Uyg'ur masalasining muhim kun tartibda turadiganligidan derak beradi. Uning ustiga bu qarorda irqiy qirg'inchilik atalg'usi va majburiy emgakni oyoqlashtirish haqida kuchlik iboralar o'rin olgan bo'lib, u ilgariki har qanday bir bayonotga qaraganda ko'p kuchlik. Yevropa parlamenti bugun e'lon qilgan o'rtaq qarornomasida Uyg'urlar masalasidagi maydonni ifodalab qolmay, bu vaqtdagi konkret talablarni o'tirg'a qo'ygan. Ular qarornomasida Yevropa ittifoqi va uning a'zo davlatlarini Xitoydagi kishilik huquq dafsandichiligiga chetishlik, yuqori darajalik amaldorlar va o'rinlarga qo'shimcha jazolarni yurgizishga, Xitoy bilan bo'ladigan barliq yuqori darajalik uchrashuvlarda Uyg'urlar masalasini o'tirg'a qo'yib, Xitoyga besim ishlatishga, BDT kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasini Uyg'urlar haqidagi dokladini yanglab, Xitoy hukumatining mas'uliyatini surishtirishga doir konkret harakat planini o'tirg'a qo'yishga da'vat qilgan. Qarornomada yana a'zo davlatlar bu davlatlarda yashayotgan Uyg'urlar va bir qism Xitoy o'qituvchilarining Xitoyning davlat xalqiga bostirishiga uchrash masalasini hal qilishga, javobgarlarni jazolashga, Xitoyda tijorat qilayotgan barliq Yevropa shirkatlari kishilik huquqdagi mas'uliyatini ado qilishga da'vat qilingan. Yevropa parlamenti e'lon qilgan bu o'rtaq qarornoma 540 ovozning qo'llab ovoz berishi, 23 ovozning rad qilishi va 47 ovozning tarafsizligi bilan e'lon qilingan. Mutlaq ustun ovoz bilan qabul qilingan bu qarornoma dal Xitoy hukumati Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchiligini inkor qilish tashviqotini kuchaytgan, chet ellardagi bir qism Uyg'urlarning Uyg'ur eliga berib kelishiga yo'l qo'yish orqali rayonning hamma kishiga ochiqligini ilgari surayotgan, shuningdek buni Amerikaning Xitoyga qo'zg'agan iqtisodiy urushining bir qismi deb tashviq qilayotgan mazgilga to'g'ri kelgan. Bu qarornomani qo'llab ovoz bergan parlament a'zosi Meryam Leksiman xonim X-dagi inkosida "Men Xitoy hukumatining samiga salamanki, Yevropa ittifoqi Xitoy kompartiyasining besim ostida yashayotgan sansizlagan kishilar uchun so'z qilish irodasidan hargiz qaytmaydi. Tahdid va o'chilish harakatlari bizni erkinligimiz va xavfsizligimizni mudofaa qilishdan to'sib qololmaydi" deb yozgan. Xitoy hukumati 2021 yil 3-oyda Yevropa parlamentidagi Uyg'ur haqlarini qo'llab so'z qilgan va Yevropa ittifoqining Bingtonga qarshi jazo tadbiri yo'lga qo'yishiga turtki bo'lgan Yevropadagi 10 parlament a'zosiga, shundaqla Yevropa Kengashining siyosat va xavfsizlik komiteti, Yevropa parlamentining kishilik huquq tarmoq komiteti qatorliq 4 o'ringa o'ch ilish xarakterlik jazo tadbiri qo'ygan edi. Hurmatli radio tinglovchilar, bu programmani irada tayyorladi. Skechers Amerikadagi dаңлык аяқ va kiyim-kechak korxonalaridan biri.
Bu şirketning Xitoydagi bir mal ta'minlaguvchi korxonasi bu yil 6 oyda Amerika hukumat apparatlari tarafidan Uyg'ur majburiy emgigiga chetishliq deb jazolangan edi. Ma'lum bo'lishicha, yaqinda Skechers shirkati Urumchida bir tarmoq do'koni ochgan. Bu ahvol kishilik huquq tashkilotlaridagi andishini texmo kuchaytmoqda. Tövəndə bunun təfsilatını öz muxbirimiz Erkin'dən anlaysızlar. Amerika Ana Vatan Xavfsizligi Ministerligi Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini cheklash nishonini kengaytayotgan bir paytda Amerikaning dаңliq oyoq kiyim shirkati Skechers Urumchida o'zining tunji oyoq kiyim do'koni ochgan. Skechers Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlari Amerikaning eng muhim cheklash obyektiga aylangan 2-3 yildan beri Urumchida do'kon ochgan ikkinchi Amerika shirkati bo'lib qolmoqda. Buning oldida, ya'ni 2022 yil 1-oyda Amerikaning dаңliq to'liq avtomobil shirkati Tesla Urumchida avtomobil ko'rgazma markazi ochganligini e'lon qilib, kishilik huquq tashkilotlarining noroziligiga uchragan edi. Ma'lum bo'lishicha, Skechersning Urumchidagi do'konining ochilish marosimi 28-sentabr kuni, ya'ni Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilganligining 75 yillik arifasida dag'dug'liq o'tkazilgan. Xitoydagi Taoning to'rining xabarlarida ochilish marosimiga Skechersning marka vakolatchisi, Hong Konglik artist Jin Zidan, ya'ni Doni Yanning qatnashganligi va marosimga taklif qilingan mehmonlar bilan Skechersning Xinjiang bozoriga yelkan echishining yangi sahifasiga shohid bo'lganligi bildirilgan. Marosimda Jin Zidanning atalmish Xinjiang milliy usulining tangkashligida sahnaga chiqqanligi, usulchilarning chaqqan qadimi bilan o'zaro moslashgan musiqa ritmi Xinjiang naqsh usulining o'zgacha jalbkorligi va hayoti kuchini namoyon qilganligi qayd qilinmoqda. Lekin Washingtondagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining oliy tadqiqotchisi Henrik Shejevskining ko'rsatishicha, Skechersning Urumchida do'kon ichishi intayin andish qilarlik taraqqiyot bo'lsa-mu, ammo Skechers bu taraqqiyotning faqat bir parchasi ekan. The big concern, of course, is about Henrik Shejevski 8 oktyabr bu vaqtdagi ziyoratimizni qabul qilganda mundaq deydi. Albatta bu ta'minlash zanjiridagi Uyg'ur majburiy emgakiga munosabatli intayin cho'ng andisha. Skechers majburiy emgak xavfi ichida bayqalganlarning faqat birisi. Shunga Skechersni buning faqat bir parchasi xolos deymiz. Menga nayt aniqki nurg'un shirkatlar biz nayt sagak turyapmiz, ta'minlash zanjirimizni tekshirib turyapmiz, majburiy emgakka oid dalillarni bayqamadik deyishmoqda. Bularning ba'zilariga e'tirozda bo'lindi. Henrik Shejevskining qayd qilishicha, e'tirozda bo'lingan bu shirkatlarning biri Germaniyaning Volkswagen shirkati ekan. Markaziy Washingtondagi ishchi haqlari uyushmasi Uyg'ur majburiy emgakini yaqindan kuzatib kelayotgan emgak huquqini qo'g'dash organlarining biridir. Bu organning majburiy emgak programmasi bo'yicha moslashtiruvchi xodimi Javar Ilham Skechersning harakatidan hayron qolganligi va umidsizlanganligini bildirmoqda. Javar Ilham 8 oktyabr radiomizga qilgan so'zida bunday deydi. Men Skechersning bizning rayonimizda yana bir do'kon ochganligini ko'rib, rostla hayron qoldim ham umidsizlandim. Skechers bunday qilish uchun gaskach bo'lish kerakdi. Javar Ilhamning qayd qilishicha, Skechersning harakati uning Uyg'ur eli bilan savdo qilmaslik zaruriyatiga pisand qilmaganligini ko'rsatmoqda ekan. Skechers buningdan burun hatto Amerika tamojni va boshqa hukumat apparatlari tomonidan majburiy emgak chetishlik deb qaralgan va ogohlantirilgan bo'lsa-mu, ammo uning bu qitim do'kon ichishi uning Uyg'ur elidan savdosini chekindirib chiqish zaruriyatini jiddiy olmaganligini ko'rsatmoqda. Halbuki bu yil 6-oyda Skechersning Xitoydagi Dongguan Bostonliq oyoq kiyimlari, ya'ni Dongguan Luju oyoq kiyimlari shirkati nomli mal ta'minlaguvchisi Amerika Ana Vatan Xavfsizligi Ministerligi tomonidan qart tizimlikka kirgizilgan. Dongguan Bostonliq oyoq kiyimlari shirkati o'zlarining zavodida Uyg'ur ishchilarining borligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, ammo ularning muvofiq shart-sharoitda ishlayotganligini ilgari surgan. Halbuki biz Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasiga telefon qilib, Skechersning Urumchida do'kon ochishiga bo'lgan inkosini so'ragan bo'lsak-mu, lekin hozirga qadar javob bermadi. Skechers bo'lsa, ilgari Amerika Ana Vatan bexatarlik ministerligining Dongguan Bostonliq oyoq kiyimlarini qora tizimlikka kirgizishini ularning savdosiga moddiy ta'sir ko'rsatadi deb qaramaydiganligini aytgan.
Biz 8 oktyabr bu şirketning aloqa ishlariga mas'ul muavin mudiri Jennifer Clay bilan aloqalashib, uning inkosini so'ragan edik. Sorry, she's too busy right Uning now. yordamchisi Jennifer Clayning safarda ekanligi, uning bilan aloqalashib javob beradiganligini aytgan bo'lsa-mu, lekin u bugun, ya'ni chorshanba kuni uning intoyin oldirish ekanligi va uning javob berishga vaqti yo'qligini bildirdi. Albuki Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar İltabir xonimning ko'rsatishicha, Skechers-ning Urumchida do'kon ichishi Xitoyning Uyg'ur ilini normal ko'rsatish planining bir parchasi bo'lmoqda ekan. Bazı kompaniyalar chiqib ketyapti emasmi? Vatanninki paxtasini olmaymiz degashga Calvin Kleinlarni jazolaymiz deb xat chiqardi-ku Xitoy yaqinda. Shinjongda ishlangan paxtani olmaymiz deyapti deb. Shuningga o'xshash ba'zi kompaniyalar yaqmay chekinib chiqyapti-ku asta-asta. Şuna bu Xitoy yeni Amerikalı başka şirketler yeni invest qilyapti. Bu yerda hech qanday genocide yo'q. Hamma narsa normal deganni ko'zda tutib turib, ziyon tortsa-mu mayli deb oshqizyapti-ku deyman Skechers'ni. Alfidar İltabir 8 oktyabr radiomizga qilgan bu vaqtdagi so'zida yana Xitoyning bu orqali dunyoga bir signal bermoqchi bo'layotganligini ta'kidlaydi. Skechers'ninki ham ashyo tayyorlaydigan shirkatlarininki mecburi emgek bilen keçişliği ispatlanıp boğan. Lekin şundaqtımı Skechers'ning Urumchida içilişi Xitoyning xuddi sen nima qilsan qil, biz yanıla deganimizni qilyapmiz, yanılan biz kuchli deganni ko'rsatish uchun Skechers'ga ziyon bo'lsa-mu balkim shu yerda do'konni ochqizib, ashunaq bir mesaj berish maqsadi deb o'ylayman. Skechers-ning Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq qurultiyi o'tgan oyda qaror ma'qullab, Amerikaning Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining jazolashiga uchragan Xitoy shirkatlarini qo'llaydiganligi, bu shirkatlarning taraqqiyoti uchun ijobiy ijtimoiy muhit yaratib beradiganligini e'lon qilishining orqasidan Urumchida do'kon ichishi diqqat qo'zg'amoqda. Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq qurultiyining qarorida butkul avtonom rayonning darhol harakat qo'llanib, jazoga uchirgan shirkat va sanoat korxonalarining taraqqiyotini qo'llash talab qilingan edi. Lekin Amerika kishilik huquq fondi jamiyatining qarashicha, Skechers majburiy emgakdan foydalanib qolmay, Xitoyning Uyg'ur elidagi siyosatini qo'llaydigan danglik shaxslar bilan hamkorlashmoqda ekan. Kishilik huquq fondining 9 oktyabr radiomizga bergan yozma bayonotida mundaq deyilgan. Skechers bu zulmning markazida faoliyat qilish orqali azon baholiq majburiy emgakdan foyda olib qolmadi. U bu vaqtda yana Xitoyning cho'ng quruqliq bozoriga erishmoqda. Shuning bilan birga Xitoy Kompartiyasining rayondagi siyosatini qo'llaydigan danglik shaxslar bilan hamkorlashmoqda. Albuki Uyg'ur kishilik huquq qurilishidagi Henry Shejevskiy bo'lsa, Skechers'ning insoniyatga qarshi jinoyat sodir bo'layotgan bir rayonda do'kon ichishi uning axloq o'lchamiga savol paydo qilganligini ta'kidlaydi. For me, even if the question of forced labor is in dispute. Henry Shejevskiy. Lekin fakt shuki, men uchun aytganda, hatto majburiy emgak masalasida ixtilofingіз bo'lgan taqdirdami, siz insoniyatga qarshi jinoyat sodir bo'layotgan bir joyda do'kon ochdingiz. Men Skechers'ning bu qaroriga savol qo'yaman. Qanday axloq qarashi uning bu qarorni chiqarishiga yo'l qo'ydi? Bu yerdagi masala noqul majburiy emgak yoki ish haqi masalasi emas. Bu joyda insoniyatga qarshi jinoyat sodir bo'lsin, lekin men do'kon ichib pul topaman deyish bakmi nomussizlik deydi. Al Jazeera kanalının Yüzleşiş namlıq programmasının donulğan riyasatçısı Mehdi Hasan, Malaysiya baş ministeri Anwar İbrahim bilan söhbət ilib barğanda, Mehdi Hasan Anwar İbrahimdən Xitayning Uyg'urlarga tutqan muomalasini so'ragan. Anwar İbrahim Uyg'ur qirg'inchiligini inkor qilgan, lekin Hamasni qo'llagan. Undaqda nima uchun hokimiyatga chiqishdan burun Uyg'urlarga hissdoshlik qilganligini bildirgan Anwar İbrahim o'zining va'dasida turmaydi. Tuvanda diqqatinglar o'z muxbirimiz Uyg'urning bu vaqt tayyorlagan programmasida bo'lg'ay. Al Jazeera kanalının Yüzleşiş namlıq programmasının tunulğan riyasatçısı, yangi axborot qurilishi bo'lgan Zitoning qurg'uvchisi Mehdi Hasan 4 oktyabr kuni Malaysiya bosh ministri Anwar İbrahim bilan suhbat elib borgan. Söhbətdə Mehdi Hasan Anwar İbrahimdən Xitoyning Uyg'urlar tutqan muomalasini so'raganda, u G'azada bo'layotganlarni irqiy qirg'inchilik, ammo bir qancha million Uyg'ur va boshqa turk musulmon xalqlar turmaga qamalgan Uyg'ur elida bo'layotganlarni irqiy qirg'inchilik emas degan. Amerika qatorliq ba'zi g'arb davlatlari va kishilik huquq tashkilotlari
Xitoy hukumatining Uyg'urlarning keng ko'lamli qamash, xo'rlash va siyosiy tarbiya qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb jakarlagan bo'lsa, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Kishilik huquq oliy komissari ishxonasi Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi yuqori besimli siyosatlarining insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirgan bo'lishi mumkinligini bildirgan edi. Zitoning xabariga asoslanganda Mahdi Hasan nurg'un kishilar Shinjongda Uyg'urlarga qarshi yuz berayotgan ishlarni irqiy qirg'inchilik deb qaraydi. Deganda Anvar Ibrohim qat'iylik bilan "Men buningga e'tiroz bildirman" degan. Mahdi Hasan uning Hamasga bo'lgan ko'z qarashini so'raganda, u "Men ularning qiyinchiligini tushunaman" deb istoshligini bildirgan. Do you support holding Hamas to account as well? But I think I do understand the plight of these people. Many people believe what's happening in Xinjiang with the Uyghurs is also a genocide. I dispute that. Uyg'ur kishilik huquq qurulishning tadqiqotchisi Dr. Henrik Shajaski Malayziya bosh ministri Anvar Ibrohimning Uyg'ur va G'azza masalasi to'g'risida e'tiqodlar haqida ko'z qarashini bayon qilib, mundaq dedi. When we start to mix these two issues, we start to politicize it and we start to lose focus on who is suffering. And I would say that we've lost when we start to think about, well, yani Uyg'urlar va G'azza masalasini aralashtirsak, masalalarni siyosiylashtirishga boshlagan bo'lamiz. This is just the politicization. Shuning bilan kim azoblanyotdi degan masala bo'lgan diqqatimizni yo'qotishga boshlaymiz. Biz uni irqiy qirg'inchilik, buni irqiy qirg'inchilik emas desak, bu azobni siyosiylashtirgan bo'lamiz. Aniqki, har ikki rayondagi kishilar azoblanyotdi. Halbuki her iki rayondagi kishilarning chekayotgan azoblari muhim nuqta bo'lishi va diqqatimiz uningda bo'lishi kerak. Anvar Ibrohim G'azza masalasini Uyg'ur masalasidan ayirib qarash kerak. Shu asosda Malayziya, Uyg'ur rayoni va G'azzada yashayotgan xalqlarning azob uqubatlarini tugatishga kafolatlik qilish kerak. And then making sure that Malaysia is supportive in ending the suffering of Uyghurs and Gazans in those particular spaces. Türkiye Hacettepe Üniversitesi Tarih Fakultetining dosenti va Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dr. Erkin Akram radiomiz ziyoratini qabul qilib, Malayziya bosh ministri Anvar Ibrohimning Uyg'ur va G'azza masalasi haqida e'tiqodlariga qarata mundaq dedi. Falastin masalasi musulmon dunyosida muhim bir masala holiga keldi. G'azzada bo'layotganlarni irqiy qirg'inchilik deb tanidi. Malayziya bosh ministri Anvar Ibrohim geosiyosiy sabablar va öz devletinin menfaatini oylab, Xitayni ranjitishini xohlamadi. Bu Müslüman dünyasında mühim bir mesele, şu Filistin meselesi. Yani Filistin meselesiga kelgan chaqda Filistinliklar bir irqiy qirg'inchilikqa uchurdi, ama Uyg'urlar undaq emas degan bir ko'z qarashda bo'lg'achqa shu ashundaq gaplarni degan bo'lish kerak deb o'ylayman. Eng muhimi Filistin meselesi deb ko'radigan bo'lish kerak yoki Xitoy bilan bo'lgan ba'zi siyosiy iqtisodiy, energiya degandek geopolitik meselesi degandek ana meselelarga qarta o'zining manfaatini o'ylab turib, shu Xitoyga qartilgan hech qanday bir siyosatga aralashmaydigan va ijroq turadigan bir siyosatni elib berayotganini ko'ryapmiz endi. Malayziya bosh ministri Anvar Ibrohimni shunday bir tushunchada bo'lg'achqa bu Uyg'urlarni bir tarafga qarib qo'yib, shu Filistin masalasiga ahamiyat berayotgandek turdi. Xitoy bilan bo'lgan xil munosabatlardan tufayli o'zininki davlatining manfaatini qo'g'dab qilish uchun Uyg'ur masalasini bir tarafga qarib qo'yib yoki ijroq turish shu milliy manfaatdan tufayli deb o'ylayman. Malayziya jamiyatida Uyg'urlarga istoqchilik bildiradigan va qo'llaydigan nurg'un odamlar bor. Bu yerda puhra bor, jurnalist bor, akademisyen bor, ummat tushunchisida bo'lgan insonlar bor. Bular hem Filistin meselesiga ko'ngil bo'lgandek, ham Uyg'ur meselesiga ko'ngil bo'ladi. Shuningga bu tashkilotlar mushu jamiyatdagi musulmon jamiyatlarninki bu inkazlardan foydalanib jamiyat fikri yaratib, undan keyin bu jamiyat fikri bilan hukumatga bersin va yoki majlisda bunda kun tartib yaratadigan fikrlarni, harakatlarni qilish bilan birlikda hukumatga bersin ishiltalaydi. Anvar Ibrohim hokimiyatga chiqishdan burun Uyg'urlar hissashlik qilganligini bildirgan. Ammo u Xitoyga ziyoratga borganda Uyg'ur masalasini Xitoyning ichki ishi degan bo'lsa, bu qatim Uyg'ur qirg'inchiligini inkor qilgan. Undaqda nima uchun hokimiyatga chiqishdan burun
Uyg'urlarga hissaslik qildiganligini bildirgan Anvar Ibrohim o'zining va'dasi turmaydi. Washingtondagi Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim Idris apandi ilgari Anvar Ibrohim bilan ko'rishgan bo'lib, bu vaqtda ko'z qarashni bildirib mundaq dedi. Men Malayziya bosh ministri Anvar Ibrohim hokimiyatga chiqishdan burun ko'rishganda, u Uyg'urlarga hissaslik qildiganligini, qo'lidan kelishicha Uyg'urlarga yordam qildiganligini bildirgan edi. Lekin u va'dasi turmadi. Ko'plagan rahbarlar o'qituvchi partiya vaqtida bergan so'zlarini hokimiyat beshiga chiqqandan keyin unutdi. Anvar Ibrohim Xitoyga qarshi chiqib, Uyg'urlarni qo'llasa Xitoyning keladigan ko'p manfaatlarini yo'qotib, ko'p badal to'laydi. Lekin G'aziyada bo'layotganlarni irqiy qirg'inchilik desa, Malayziyaga ziyon olib kelmaydi. Malayziya Baş Ministri Enver İbrahim'mo başka barlık Müslüman devlet rehberleri de Xitayning Şarkı Türkistan'da Uygur, Kazak ve başka Türkiye Müslümanlığa karşı yürgüzüp atkan irqiy qirg'inchiligini inkar qilishga davomlashmoqda. Malayziya Baş Ministri Enver İbrahim'ning Uygur irqiy qirg'inchiligini inkar qilishi Xitayninki Malayziyada siyasi, iqtisodiy, teatr teşviqat, kültürel sahillerinde uzundan beri sepkelgen meblağlarınki neticesi desek buludu. Siyasi cihette karısak Enver İbrahim'ninki koalisyon yani birleşme hükümetini kollavatkan 39 nefer asli Xitay boğan Malezyalık parlament azaları ve asli Xitay boğan Malezyalık 2 tane minister mevcut. Bence Malayziya Baş Ministri Enver İbrahim'mi xuddi Türkiye Prezidenti Erdoğan'a okşaş Uygurlar uçurayotgan irqiy qirg'inchilikni obdan bilişidi. Lekin öz devletlerininki milliy menfaatini ko'zda tutib so'zlayolmayotgan ham inkar qilayotgan gap. Ben o'tgan yili Malayziya Baş Ministri Enver İbrahim bilan uchrashgan vaqtimda uning o'z og'zidan biz Uygurlar uchun qo'limizdan kelganini qilamiz degan so'zini anglagan edim. Demek Xitayning Uygurlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiliklarini ular so'zlasa, buning siyosiy, ticari bir bedeli eg'ir bo'ladigan gap. Hem de Uygurlar to'g'riliq Malayziyada ommaviy xalq orasida yetarli destekmi ko'rinmayotgan gap. G'azzodagi so'qishni irqiy qirg'inchilik deb so'zlasa, buningki bu davlatlar uchun bir siyosiy yoki ticari bedeli bo'lmayotgan gap. Shunga Malayziya va shunga o'xshagan davlatlarda ommaviy jamoatninki fikrini to'plash uchun Uygurlar ko'p faoliyatlarni olib berishimiz kerak. Ommaviy jamoat fikrini to'plab hukumatlarga besim ishlatishimiz kerak. Bu bek muhim deb qarayman. Anvar İbrahim hükümetining Xitoy bilan texnik quyuq iqtisodiy munosabat o'rnatib, Malayziyaning ishlab chiqarish, energiya va sanoat sohalariga mablag' solishni oldingi o'rin qo'yganligi bilinmoqda. O'tgan yili Anvar İbrahim Beijingni ziyorat qilganda Xi Jinping Malayziyaga taxminan 35 milliard 600 million dollar mablag' solishga va'da bergan. Xitoy bu mablag'ni Malayziyaning ul asliha, energiya, telegraf va sayohatchilik turlariga saldi ekan. 2022 yilning oldingi yarmida Xitoyning solgan mablag'i 11 milliard dollarga yetib, Malayziyaga bevosita salingan chet el mablag'ining yarmidan ko'pragini egallagan. 2024 yilning oldingi 7 oyida Xitoyning Malayziyadagi bevosita salingan mablag'i o'xshash mazgildagidan 29% eshib 1 milliard 280 million dollarga yetgan. Qadrli radio anglovchilar, bu programmani Washingtondan Uyg'ur tayyorladi.
Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Erkin Əkrəm başçılığındakı heyət 8 oktyabr günü Türkiye parlamentida mühim uçuruşlarda bolğan. Bu uçuruşda ular Türkiye parlamentinin Cumhuriyet Xalq Partiyası və İyi Partiyasının rəhbərlər qatarlıq ərbablar bilan ayrım-ayrım söhbətləşkən. Söhbətdə Uyğurlarning vəziyyəti və irqi qırğınçılıq toğrusida tayyorlagan dokladlarni sunğan hamda ba'zi konkret talablarni o'ttirib qo'ygan. Tuanda Anqaradagi ixtiyor muxbirimiz Erkin Tarimning bu haqda bergan uchuriga quloq solgaysizlar. 8 oktyabr günü Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi Doktor Erkin Ekrem, Dünya Uyghur Kurultayı bayanatçısı Zümretay Erkin Qatarlıq 5 kişiden terkip tapkan heyet Türkiye parlamentideki en çoğun öktücü partiyalardan biri bolgan Cumhuriyet Halk Partisi reisi Özgür Özel, muavin reisi Burhanettin Bulut, parlament azası Mahir Başarır, Bilal Bilici, İyi Partiyasının grubu başlığı Buğra Kavunçu ve Kişilik Hukuk Komiteti azası Yüksel Selçuk Türkoğlu Qatarlıqlar bilen ayrım görüşüp Uygurlarning ig'ir vaziyati va irqiy qirg'inchilik to'g'risida tayyorlagan dokladlarni sundi. Oxirida ba'zi konkret talablarni o'ttirg'a qo'ydi. Uchrashda Erkin Ekrem apandi oldi bilan Dünya Uyghur Qurultayining dunyo miqyosida elib borgan faoliyatlari Amerika, Yevropa davlatlari va Yaponiyaga o'xshash demokratik davlatlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga bo'lgan inkoslari, Uyg'urlar to'g'risida ma'qullangan qarorlar to'g'risida ma'lumot berdi. Andin Türkiye hukumatining qarindosh Uyg'ur xalqining bundaq ig'ir vaziyatiga qarab turmasligi kerakligini, hech bo'lmasa bularni Türkiye parlamentida o'tirg'a qo'yishi kerakligini bildirdi. Arqadan parlament a'zolari Xitoyning Uyg'urlarga nimishqa bundaq zulm saldiganligini so'rag'anida Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Doktor Erkin Ekrem buning sababining ko'p ekanligini, buning ichida eng muhim sababning bu zaminning egisi bo'lgan Uyg'urlarni yo'q qilish, Xitoyning bu zaminni o'zining qilib olish ekanligini bayon qildi. Zümretay Erkin Cumhuriyet Halk Partisi raisi Özgür Özel'ge ve parlament a'zolariga Uyg'ur diyardagi irqiy qirg'inchilik to'g'risida tayyorlangan dokladlarni bergandan keyin qarindosh Türkiye Cumhuriyeti'nin xalqaro so'rovlarda bo'libmi Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uyg'ur qirg'inchiligini o'ttirg'a qo'yishi va Uyg'urlarni qo'llashi kerakligini iltimos qildi. Uchrashish oxirida parlament a'zosi Buğra Kavunçu ziyoratimizni qabul qilib mundaq dedi. Biz mecliste Doğu Türkistan davasının sözcüsüyüz. Uygur kardeşlerimizin, Uygur Türklerinin sesiyiz, soluğuyuz. Biz Türkiye parlamentinde Şarkı Türkistanlıklarının avazı, Uygur qarindoshlarımızın avazı bulup keldik. Uygurlarning taleplerini her daim Türkiye parlamentinin kun tertibiga ilib kelamiz. Dünya Uygur Qurultayı heyeti o'tirg'a qo'ygan talablarni urunlaşqa tirishimiz. İyi Partiyasının parlament a'zosi Selçuk Türkoğlu 2023 yılı 6. ayda Uyghur diyardaki yığıveliş lagerlariga solangan kişilerinin takdiri ve Xitayning növbette Uygurlarga ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik ve kişilik hukuk siyasetini tekshirish uchun maxsus bir gruppa qurish haqidagi bir teklif loyihasini Türkiye Parlamenti Kişilik Hukuk Komitetiga sungan edi. 3 iyul sungan bu teklif loyihasi muzokara qilinib, İslam qo'rqinchi va irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish komiteti rasmiy qurilgan edi. O buningdan keyinmi mazkur komitetda Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikni davomli o'tirg'a qo'ydiganligini bildirib mundaq dedi. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesiyim. Onun ötesinde akıl bali olduğumuz günden bugüne Türk dünyasının, hususen de Doğu Türkistan davasının sahibi bir milletvekili olarak her platformda konunun kamuoyu oluşturmak adına duyulması, bilinmesi. Ben Türkiye Parlamenti Kişilik Hukuk Küzütüş Komiteti'nin a'zosi. Yaş vaqtimdan tatib Türk dünyasıga ve Şarkı Türkistan davasıga igi chiqib kelgan biri bo'lish suputim bilan Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligini tugutish uchun qo'limdan kelganini qilaman. Uyg'urlar uchrayotgan kishilik huquq dafsandichiligini Kishilik huquq komitetida
davamlıq oturğa qoyman. Dünya Uyghur Qurultayı Xitay İşleri Komiteti Müdürü Adil Abdukerim Efendi bu qatimqi ziyaretke iştirak qılğan kişilerinin biri. O 8-9 oktyabr günleri Ankara'ga elip bağan ziyaretlerdeki maqsadının Uygurlarning ig'ir vaziyatini anlatish bilan birlikte Türkiye hükümeti ve Türkiye'deki öktücü partiyalarning Uygur irqiy qirg'inchiligini Türkiye'de ve xalqaro sorunlarda bulupmu Türk ve İslam dünyasida o'tirg'a qo'yishni amalga oshirish ekanligini o'tirib qo'ydi. Endi ko'rishning asosli maqsad bizning Sharq Turkistonda bo'layotgan qirg'inchilikning eng yangi ahvoli va Xitoylarning bu qirg'inchilikni yepish uchun qilayotgan eng oxirgi yangi tirishchanliklarni ularga ko'rish bilan birlikda Turkiyaninki mayli davlat ishida bo'lsin, iqtidor hukumatga bu partiyalarning Uyg'ur masalasini kun tartibda tutib turish va qilayotgan o'zgarishlarning hammasini ma'lum qilishga undash va xalqaro sahnalarda bo'lib Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'urlar to'g'riliq bo'layotgan har turli faoliyatlarda taxmo aktiv ovoz chiqarib Uyg'urlarni qo'llashga, ularni undash va yetakchilik qilishga chaqirdik. Zumratay Erkinning bildirishicha, ular Türkiye parlamentida elib borgan uchrashuvlarda o'tirg'a qo'ygan ishlardan biri Türkiye parlamentida Uyghur Dostluk Grupusining qurilishi, yana biri Uyghur mecburiy emgak masalasini kun tartibga qo'yish ekan. U yana Uyg'urlar duchar bo'layotgan chegara halqagan tahdid masalasini Türkiye parlamentida o'tirg'a qo'yish talabida bo'lganligini bildirdi. Mushu davlatdagi parlamentda mushtaq Uyg'ur davosini davomli kun tartibga akilib turilgan bir guruh kerak. Ikkinchi hamda o'tir qo'ygan masalamiz Uyg'ur majburiy emgak to'g'riliq Turkiyaning parlamentida mushu masalani kun tartibga akilish, chunki hozirgi vaziyatda Uyg'ur majburiy emgak dunyoning har qaysi yerlarida bo'lib Yevropa, Kanada, Amerika, Avstraliyalarda, Yaponiyalardan tortib bir jiddiy masalaga aylandı. Mushu G7 davlatlarning ichida necha yilning yog'i har yili kun tartibiga kirayotgan masala bo'lg'achqa Turkiyaning buni jiddiy tutishga ehtiyoji borligini bildirdik. Undan sirt yana tahdid masalasida, masalan, mushu Xitoyning besimidan qutulamagan Uyg'urlar, chegara bosqichi siyosatdan qutulamay qiynalayotgan Uyg'urlar Turkiyada chiq. Shuni bir Turkiya parlamenti bo'lsin, boshqa yerlarda mushu cho'qim deyish kerak. Ham undan sirt Turkiya hukumatining mushu Uyg'ur masalasiga kelgan chog'da xalqaro sahnada bo'libmi BDT va xalqaro musulmonlar hamkorlashish tashkilotining ichidami Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini bo'libmi Uyg'ur musulmonlarga qarshi berayotgan siyosatlarni kun tartibga kelish va buningda aktiv bir rol o'ynashni talab qildik. Dünya Uyghur Qurultayı heyeti 2009 yılından başlapla Malezya ve Indoneziyani köp qatım ziyaret qilib, o devletki musulman cemaatini Uygurlarni qo'llashga mayil qilish Birleşken Devletler Teşkilatı, İslami Hemkarlık Teşkilatı qatarlıq xalqaro sorunlarda o devletlerinin qo'llashini qo'lga keltirishga tirishgan hem ma'lum utuqlarni qo'lga keltirgan edi. Bu programmani Türkiye'nin poytaxti Ankara'dan Erkin Tarım tayyorladi. BBC'ning bu haftadagi xabarida Pokiston qatorliq davlatlardagi Xitoy ishchilarining nima uchun hujum nishoniga aylanayotganligi to'g'riliq ma'lumot berilgan. Bu vaqtdagi xabarlardan qaraganda Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishining muhim tuguni bo'lgan Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori qurilishi boshlanib, hozirgacha bo'lgan 11 yil ichida mazkur qurilish o'rinlarida xizmat qilayotgan Xitoy injenerlari va ishchilari ko'p qatim qurolli hujumga uchrab, o'lim yetim voqealari yuz bergan. Undaqda chetaldagi bu Xitoy ishchilar nima uchun hujumga uchirdi? Tövanda Germaniyada turishliq ixtiyor muxbirimiz Akramdin bu haqda tafsiliy ma'lumot anglag'aysizlar. Xabarlarda bayon qilinishicha, Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishining muhim tuguni bo'lgan Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori qurilishi 2013 yili boshlangan bo'lib, Qashqardan Gvadar portigacha so'zilgan bu qurilishga Xitoy hokimiyati 60 milliard dollar pul sarf qilgan. Biroq bu qurilish boshlanib hozirgacha bo'lgan 11 yilda mazkur qurilish o'rinlarida xizmat qilayotgan Xitoy injenerlari va ishchilari 16 qatim qurolli hujumga uchrab, jami 12 odam o'lgan va 16 odam yaralangan. Oxir qatimli hujum bu yil 6 oktyabr kuni Pokistondagi mustaqillik istigida bo'layotgan o'zini Balochiston azoblik armiyasi deb atagan tashkilot tomonidan elib berilgan. Bu hujumda 2 Xitoy o'lib, 10 nafari yaralangan. BBC'ning 8 oktyabr e'lon qilgan Pokistonda Xitoylar hujumga uchradi. Chet eldagi Xitoy ishchilar nima uchun Pokiston qatorliq davlatlarda hujum nishoniga aylanib qoldi
nomli xabarda tilga ilinishicha, navbatda yolg'iz Pokistondala emas, Afrika elleridimi kan qurilishlarida ishlayotgan Xitoylarga hujum qilish va Xitoylarni go'rovga ilib olish hodisalari ko'plab yuz bermoqda ekan. Bunday voqealar ilgari Afg'onistondami yuz bergan edi. Xabarda bayon qilinishicha, navbatda chet ellarda bir belbog' bir yo'l qurilishiga munosabatli turlarda 568 ming Xitoy ishchi ishlayotgan bo'lib, bularning ko'pinchisi elektr stansiyasi, yo'l, ko'rik, dengiz porti yasash va kan ichish sohalarida xizmat qiladi ekan. Biroq Xitoyning bu qurilishlari yerlik xalqni ish fursatlari bilan ta'minlamaganligi yoki yerlikka hech qanday naf bermaganligi, aksincha ekologik muhitga ziyon kelganligi uchun barg'ansiri kuchli qarshiliklarga duch kelmoqda ekan. Yaqinda Kongodagi yerlik aholi oltin kanda ishlayotgan Xitoy ishchilarga qurolli hujum qo'zg'agan. Bu yil 7-oyning oxirlari Pokistondagi minglagan Baluchi aholisi Gwadar portida namoyish ilib borgan edi. Turkiya Hacıtepe Üniversitetining dotsenti doktor Erkin Ekremning tilga ilishicha, hozir Xitoyning bir belbog' bir yo'l qurilishiga bo'lgan noroziliklar yolg'iz Pokistondala emas, Osiyo, Afrika va Yevropadagi ko'plagan davlatlarda turli shakllarda ifoda qilinmoqda. Xitoyning mablag' selish vositasi bilan nurg'un davlatlarda faoliyat ilib beryapti. Bu iqtisodiy ishlab chiqarish faoliyatlar shu davlatning yerli xalqlarininki noroziligini paydo qilyapti. Bu yolg'izlar Pokistondagi yer emas, O'rta Osiyoda keyingi yillarda shunda Xitoyning shirkatlariga qarshi namoyish qilgan ahvol va bu Afrikada shunday O'rta Sharqda unda vaqa chiqmagan bo'lsa, bu noroziliklar ko'payyapti. Yevropada bo'lsa, bu Xitoyning yangi ipak yo'li bilan Yevropaga mallarni turvasi Yevropa Xitoyninki bozoriga nima sotamiz? Ya'ni Xitoyning poyezdlari kelsa, to'liq keldi, qaytganda vagonlari to'shmagan shaklda qaytadi degan noroziliklar bor. Hamda ba'zi rayonlarda texnik shiddat bilan ko'rsatyapti, masalan, Xitoylarni o'ldirish degandek. Hamda shunda bo'lsa, Xitoy hamda bu shu yeni ipak yo'li strategiyasini amallashtirishga tirishadi deb o'ylayman. Uning ilgari surishicha, bir belbog' bir yo'l qurilishi Xitoyning jahonga hokim bo'lish tushi uchun tuzilgan bir strategiya bo'lib, Xitoy qanchalik zarbaga uchrashdan qat'iy nazar buni amaliylashtirish uchun tirishadi ekan. Xitoy kelgusida Jahongir davlat bo'laman deydigan bo'lsa, buningki asosi shu yangi ipak yo'li projesi hamda. Chunki bu projekt bilan ya'ni Yevropa bozori bilan Xitoy bozorini bir-biriga bog'lagan taqdirda dunyo iqtisodiy kuchining 40% va dunyo tijorat kuchining 60% ni qo'lga tushira oladi. Bu qo'lga tushira olgan bu kuch bilan dunyoning nurg'un qoidalarini tuzlaydi, yangi qoidalarni chiqara oladi. Buningga qarta ba'zi nizomlarni chiqarishga tirishadi. Shuning bilan uningga Xitoy Jahongir davlat bo'la oladi. Ama keyingi yillarda Xitoyning iqtisodi yaxshi emas, taraqqiyot tezligi osonlashyapti. Jeopolitik va diplomatik jihatdan nurg'un davlatlar bilan masala yashanmaydi. Xitoy bunlarni hal qilish jihatda ustunliklar qilmaganligini ko'ryapmiz. Ya'ni jidal chiqsa, jidal texmi cho'ngaytiradigan ahvollarni yaratyapti. Shuningga bu yeni ipak yo'li strategiyasining amallashishiga nurg'un odamlar gumonlik bilan qaraydigan bo'ldi. Kelgusida shu planlagan nishonga qarta utuqliq yoki natija ilishi biroz gumonliqdek turdi. Norvegiyadagi vaziyat analizchisi, Uyg'ur adliyasi arxiv ombirining mas'uli Baxtiyor Umar apandining qarashicha, Xitoy hokimiyati bir belbog' bir yo'l qurilishiga mablag' solgan davlatlardagi mustabid hukumatlar bilan birlashib, yerlik aholilarning qinini sho'rayotganligi uchun Xitoy ishchilarga qarshi hujum harakatlari bundan keyin yanada kuchayishi mumkin ekan. Bu qurilishlar muassasa qurilishları, temir yo'l, tosh yo'l, port va boshqa qurilishlar yasalgan bilan bu Xitoy o'zining ishchilarini olib u yerda yasab, ya'ni uzun mezgil bu qurilishlarni besib yetib uning foydasini yerlik hukumat bilan olgandan keyin bu foyda yerlikka hech qanday manfaat yetkazmaydi. Bular xalqninki qinni sho'rayotganligini bu xalq biladi. Shu sababdan eshakka kuching yetmasa ur to'qimni degandek bular o'zining kuchi yetadigan yerga hujum qilishga boshlaydi. Bu burundanmi bor.
Şu sebepten Xitoy işçilerinin hücum uçuruşu bir burundan buluvatkan bir hadisege aylanıp kaldı. Biroq Xitoy hökuməti öz işçilərinin ölümü səbəblik bir belva bir yol qurilishdan hargiz vaz keçməydi ekan. Onun ta'kidlashicha, bir belva bir yol qurilishi Xitoyning dunyoga qarta kengaymichilik siyosatini orqa ko'rinish qilgan bo'lib, Xitoyning Sharqiy Turkistonda yo'lga qo'ygan irqiy qirg'inchilikmi mushu yomon g'arzining bir mahsuli ekan. Bu bir necha yüz hatta bir necha 10 ming Xitoy ishchininki hujumga uchrashimi bir balvoq bir yo'l qurilishini to'xtatishga sabab bo'lishi notayin. Hatta millionlab Xitoyning o'lishigimi Xitoy parvo qilmaydi. Chunki bu qurilish Xitoyninki g'arbga kengayishi, yana mustamlikchilikninki bir boshlanish nuqtasi. Mushu orqali kengaymasa Xitoy dengiz orqali kengaymaydi, quruqlik orqali kengayish kerak. Bu sababdan Xitoy har qanday badal berishga qaramay bu qurilishni davomli qilib bordigini aniq. Sharq Turkistondagi bu irqiy qirg'inchilik mushu qurilishninki boshlanishi bilan ham mush strategiya bilan munosabatlik masalaninki birsi. 2017 yildan boshlab Pokistondan bo'linib chiqishni maqsad qilgan Balochilar va sindiklarning demokratik kurash yo'lini tanlab olgan bir bo'lik xodimlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Jenevadagi markazida o'tkazilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 36-navbatlik yig'inida Xitoyning bir belvaq bir yo'l qurilishi ustidan shikoyat qilgan va Pokiston hukumatining zolimligini ayblagan edi. Ular 2017 yılı 20 sentabr kuni Birleşken Devletler Teşkilatı binası aldıda Dünya Uygur Kurultayı xodimlari bilan birga Xitoyga qarshi birlashma namoyish elib borgan hamda Xitoy va Pokistonga qarshi o'rtaq faoliyat qilish uchun Uyg'urlar bilan hamkorlashishni xohlaydiganligini bildirishgan edi. Qadrli radio anglovchilar, Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi qarta tahdidlarning bag'ansiri kuchayotganligiga doir ma'lumotni diqqatingizga sunduq. Germaniyadan Ekrem anglattı.